Chol shamollari unutilgan duolarning shivirlariday changtozon ko'targan. Kechalari yulduzlar Bezovda charaqlab yonayotgandek bo'lgan eski o'zbek qishlog'i Xazarda hech bir oqsoqol titramasdan baland ovozda gapirishga jur'at eta olmagani haqida afsona bor edi. Hech qachon halok bo'lmagan G'ozi, necha asrlar oldin bosqinchilarga qarshi qon qurboni bo'lgan jangchi. Odamlar uni tuproq bilan qoplashga harakat qilardilar. Tong saharda har doim ochiq topilardi. Go'yo yerning o'zi uning dam olishini rad etayotgandek va o'sha joydan qishloq odamlari urushlar tugaganidan keyin ham qilichlar to'qnashuvi va jangovar otlarning kishnashini eshitib qasam ichdilar. Oysiz tunda o'z oromgohiga juda yaqin tursa, tosh bo'ylab sudralib ketayotgan temir tigning ovozi kunlarcha ularni kuzatib, quloqlarida bajarilmagan qasamyoddek ularni urushga chorlayotgani va yosh avlod bunday hikoyalardan kulib, qo'rqinchli oqsoqollarning changtozonli ertaklari deb atasida, uch oqshomda haqiqat yana ochilib keta boshlagan edi. Ogil bolalar, Rustam, Bekzod va Amir o'zlarining jasoratlarini isbotlashga umid qilib, Rustam amakisidan ogirlab ketgan fonar, sigaret va arzon fotoapparat bilan qurollanib, mazorda tunashga qaror qilishdi. Dahshat ilgagi qabristonga yetib borishdan oldin ham boshlandi. Chunki eski tosh yo'ldan o'tishayotganda ular tuproqda katta va ogir oyoq izlarini topdilar. Xuddi zirhli odamnikiga o'xshab, garchi haftalar davomida yomg'ir yog'magan bo'lsa-da, bolalar yarim hazillashib, asabiylashib ergashgancha havo to'xtab, kuchuklarning sayrashini to'xtatdi. Qishloq qichqirdi, so'ng jim bo'lib qoldi. Ularning ichida eng dadil bo'lgan Amir, ehtimol, hikoyalar shunchaki hikoya emasdir, deb asabiy goldiradi. Lekin ularning hech biri osib borayotgan qo'rquvini tan olishga jur'at eta olmadi. Chunki O'zbekistonda qo'rqoq tamgasini olish kambag'allikdan ham yomonroqdir. Nihoyat, eski mazorga yetib borganlarida, xuddi oqsoqollar ta'riflaganidek, uni ko'rdilar, tekis bo'lmagan tuproq, arab yozuvlari bilan qoplangan yorilib ketgan qabr toshini o'qib bo'lmaydi, go'yo kimdir endigina chiqib ketgandek yangi buzilgan qabrni, lekin bu safar hech qanday oyoq izi ham olib tashlanmasdi. Shunda Bekzodlar chaqnab ketdi. Qayerdandir qabrlar ortidan ogir va hol nafas chiqarayotgan otning aniq ovozi eshitildi. Uning ortidan metal urilayotgan metalning shangillagan ovozi eshitildi va bolalar muzlab qoldilar. Badanlaridagi har bir tuk ko'tarilib, ogizlari quridi. Chunki u yerda tirik odam bo'lmasa ham, jang maydoni tovushlari kuchayib, havoni odamlarning faryodiga to'ldirdi. Tuyoqlar va olimga chorlayotgan jangchilarning takbirlari, Rustam qo'llari qaltirab, o'g'irlangan kamerani ko'tardi va filmga arvoh tushsa, TikTokda mashhur bo'lib qolishlarini pichirlab yozishni boshladi. Lekin kamera linzalari zulmatda harakatlansa, bu ko'rsatgan narsa uning beadab qonini ham sovutib yubordi. Baland bo'yli va keng qaddi-qomati, yirtiq zirhga o'ralgan, oy nurida yaltiragan, qo'li singan. Qilgan yarasi otgan asrlarga tegishli bo'lsa-da, yangi tomayotgan qilich va G'ozining sutdek oppoq, ammo yonib turgan ko'zlari ularga shunday shiddatli nigoh bilan burilib, ularning qalblarini teshdi. Amir jasorat yig'moqchi bo'lib, "Assalomu alaykum, jangchi" deb chaqirdi, lekin ovozi chirqillab ketdi va figura olga qadam tashladi. Uchqunlari tosh tirnalgan joyda uchib ketgancha, qabrning o'zidan ko'tarilgandek bogiq ovoz bilan, vah o'g'lonlarning hech biri to'liq tushunmadi. Shunga qaramay, ular havoda ko'p asrlik vadaning ogirligini his qildilar va birdan jang maydoni shovqini to'xtadi. G'ozi qilichini baland ko'targan chol shamolining sovuq ovozigina qoldi. Ogil bolalar qiyqirib, ortiga qoqilib ketishdi. Biroq ular yugurib borarkan, tagidagi yer siljayotgandek, qabrlar och ogizdek ochilib, oyoqlarida skelet qo'llar tirjalar, tungi osmon go'yo qonga bo'yalgandek aylanib yurardi. Rustam qoqilib yiqilib tushdi, kamera qo'lidan uchib. Rustamning boshidan bir necha qarich bo'lgan G'ozining etigini teskari yozib oldi. Amir bilan Bekzod uni tortib olmoqchi bo'lishadi. Rustamning badani qotib, ko'zlari oqarib ketdi. Og'zi jimjimador qichqiriq bilan ochilib, go'yo ko'ksi vahimaga tushdi. G'ozi yerni larzaga soladigan takbir aytdi. Allohu akbar. Shunday momaqaldiroq ovozi yigitlarning jasoratini sindirdi va ular Rustamni ortda qoldirib, qochib ketishdi. Ular tong saharda qishloq ahli bilan qaytib kelishganida qabr yana ochildi. Rustam yo'q edi. Uning o'rnida faqat singan kamera yotar. Uning obyektivi yorilib ketgan, biroq hamon G'ozining tungi osmonga qilichini ko'tarayotgani, go'yo o'zining abadiy hushyorligidan shubhalanishga jur'at qilgan odamni ogohlantirayotgandek, o'sha kundan beri Xazarda hech kim o'sha oqsoqolni quyoshga yaqinlashishga jur'at eta olmadi. Yangi qasam, o'z xalqining iymoni zaiflashganda ko'tarilish, komilmagan g'azabi bilan yer yuzida yurish va uning hikoyasidan kulish uchun ahmoqlarning ruhini olishga, shuning uchun ular sahro bo'ylab shamol esgandi.
O'sha qishloq yaqinida diqqat bilan quloq solsangiz, orqangizdan qilichning sudralishi hali ham eshitiladi va agar siz uning qolini ogirgan bo'lsangiz, u erda gazablanishingiz mumkin. Yaltirab sizga o'sha savolni berishni kutaman, lekin hali hech kim javob bera olmagan. Nega qasamimni buzyapsiz?